katta jazo erkakni baqirig'i ham emas, taqiqi ham yoki bosimi ham emas. Undan-da og'ir jazo ayol kishi o'sha erkakni hayotida bo'lib turib, go'yoki yo'qdek yashashi. Ayol gapirishga harakat qiladi, lekin erkak tomonidan eshitilmaydi. Ayol tushuntirishga harakat qiladi, lekin erkak tushunmaydi. Ayol sevgi beradi, lekin sevilmaydi. Mana shu eng og'ir ayol kishi uchun jazo. Ayol kishi chidaydi bunga ham, lekin bir kun kelib shunaqangi portlov bo'ladi Gulhayo. Shunaqa ko'p ayollarni ko'rganman, hattoki o'zimni ham boshimdan o'tgan. Ayol nuqta qo'ysa, haqiqatdan bo'ldi, tugadi desa, bu ayol kishi orqaga qaytmaydi urush. Shuning uchun ayolni go'yoki yo'qdek jazolamang. Siz o'zingiz juda ham umrbod jazoga mahkum bo'lib qolishingiz mumkin.